Assalomu alaykum do'stlar. Xo'sh, mana yana bitta diska. Mana shu yeri tushib qolgan, bu dami chiqmay yuravergan. Keyin yo'q joyiga yana bitta bo'lakcha olamizda boshqa diskadan qo'yamiz. Ko'rsatib ketaveramiz mana. Paska o'ch olamizda, paska. To'g'ri borish uchun, svarka yaxshi bo'lish uchun. Keyin endi ishlayotgan ustaxona shunday bo'ladi, bardak iloji yo'q. Toza turish uchun hech qilmasa bir ekanda. Mana shuni svarka qo'yib ketaveramiz. Baland to'g'rilar ishlayman. Shopi ham normal shopi. Biz presetka bilan ishlaymiz. Xo'sh, mana shuni ikki tomondan svarka qilamiz. Paska ochib, kamchiliklar bo'lsa yana yo'llarga to'g'rilab ketilaveradi. Hoppa. Tarelkani radius to'g'rimi? Buni endi mana ichkari tomoni qo'linmaydi, mana tashqi tomon takrishga keladigan tomonni tashit qilib tashish kerak, tekis qilib va shu pakrishga mahkam ilish kerak-da bunga, bo'lmasa havo chiqaraveradi. Qo'l mehnatda bu, qo'l mehnati. Xo'sh, hoppa. Tushib ketdimi? Marker chizov. Mana ichkari tomon qoldiriladi. Mana diska. Tayyor. Shu bitta kraska uraveramiz. Tamom, shu bilan qo'shilib ketadi. Mana shunday. Oddiy bankacha kraska ham bo'laveradi. Mana Matvisdan sepamiz bizda. Oltoy Bishoy ishlab beradi. Xo'sh, kanalimizga podpiska qilib qo'ying. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, komment yozinglar. Bir-biridan qiziq videolarni olish juda ko'p. Podpiska qilganingiz uchun bizga ham hech nima to'lamaydi, sizdan ham hech nima olmaydi. Yangi video chiqsa, sizga ko'rinadi, xohlasangiz ko'rasiz, buncha o'tkazib yuborasiz.